G'ijduvon nomining kelib chiqishi tarixiga yuzlansak, Narshahiyning Buxoro tarixida muqannab voqeasi munosabati bilan birinchi marta tilga olingan. Xalq og'zida G'ijduvon, G'o'ji devon, bir to'p dev yoki G'o'ji dehon, bir to'p qishloq demakdir degan rivoyat bor. Aslida G'ijduvon toponimining kelib chiqishi haqida mahalliy aholi orasida turli rivoyatlar mavjud. Shulardan Kishtuvon, Kish tojikcha ekin ekuvchi, Tuvon manzil, ya'ni ekin ekadigan dehqonlar manzili yoki G'o'ji dehon, ko'p qishloqlardan tashkil topgan joy ma'nosida izohlanadi. Hududga arab qabilalari kelguniga qadar asos solingan. Yozma manbalarda G'ijduvon 10-asrdan tilga olina boshlagan. O'sha paytlarda shahar o'z mavqeiga ega bo'lgan va yetakchi savdo markazlaridan biri hisoblangan. Sufiylik tariqatining mashhur vakili, diniy ustoz Abdulxoliq G'ijduvoniyning sharofati bilan shaharning dong'i yanada taraldi. 16-asrda Shayboniylar sulolasi taxtga kelishi bilan shahar qudratli qal'aga aylanib, mudofaa joyi sifatida xizmat qildi. Bu yerga inzor keramika, oltindan tikilgan kashtalar va ipak gilamlar sotib olish maqsadida Osiyo va Yevropadan savdogarlar kelishgan. Hozirga qadar ham tumanda hunarmandchilik markazlari gullab yashnaydi. U yerda mohir ustalar o'zlarining noyob buyumlarini namoyish qilishadi.